Bizi tiydimi yo'qmi birodarlar? Yolqovlik qilgan odam hech qanday samara olmasdan Xudo bermadi desa ayb kimda bo'ladi birodarlar? Birodarlar, o'ta katta hujjat bo'yninglarga qoyim bo'lyapti. Hozir avval iftorlik keyin больница bo'lay deb qoldi. Doktorxonadagi kasallarni bir ko'ringlar. Mana ko'rdingizmi? Qo'polroq qilib aytganda non ko'rmizda biz. Mana shu Ramazon haqida va Ramazonni o'rtasiga yetib qolganligi haqida bir jamoatga eslatsak. O'zi masaladan maqsad intasafa shahru Ramazon. Ramazon oyini ham yarimiga yetib keldik degan so'z. Balki yarimdan o'tdik. Yarimdan bir balandlik bo'lsa birodarlar, mana shu balandlikka ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin pastga qarab tushishlik tezroq bo'ladi. U joyga ko'tarilib olguncha mehnat qiladi odam. Pastga darrov tushib ketib qoladi. Ramazon kelishlikdan avvalgi bir kunlarimizni eslaylik. Ramazon kelishidan avval biz aytdik. Yaqinda Ramazon kelar